makiyajga tayyorlash. Ham namlik, ham oqartiradi. Po'rlarning qisqarishi, dog'lar va sepkillarning ochilishiga. Wow. Yuzni makiyajga tayyorlash yoki bo'lmasa ertalabki polni uhod haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Birinchi navbatda sochlarimizni yaxshilab yig'ishtirib olamiz. Penka. Birinchi navbatda yuzlarimizni yaxshilab penka bilan tozalab olamiz. Yuzimizga yaxshilab penkani qilamiz va bu необычный penka yuzni ko'pira boshlaydi. Endi esa toner. Yuzimizni yaxshilab yuvgandan keyin tonerlarni suramiz. Aytgancha, bu tonerni surgandan keyin aslo yuvishga shoshilmang. Shunchaki yuzingizga sursangiz kifoya. Ham namlik, ham oqartiradi. Keyingi etap ampullar. Keling, ularni suramiz. Yuqori namlik po'rlarning qisqarishi, dog'lar va sepkillarning ochilishiga yordam beradi. Yaxshi studiya ekan-da. Birdan shamollab. Ikkinchi svorkamiz, sababi hozir bahor bo'lganligi sababli yuzlarimiz quriydi va men sloylar soni, ya'ni qavatlar sonini ko'paytirib, ikkinchi svorkani ham suraman.